Qadim o'tgan zamonda ikki jin bo'lgan ekan. Biri yovuz, ikkinchisi oliyjanob ekan. Ular 100 yil jodu qilingan quduqda yashabdilar va nihoyat ulardan biri erkinlikka chiqadigan kun ham yetib keldi. Lekin qaysi biri ozodlikka chiqadi? Buni hal qilish uchun ular shatranj o'ynashga qaror qilishibdi. Kim g'olib chiqsa, o'sha ozod bo'ladi. Ey befahm so'qir. Nima ko'rmayapsanmi? 2 yurishdan so'ng men ozod bo'laman. Men ozod bo'laman. Ozod bo'laman. Ko'ramiz. Xo'sh. Ну-ка. Qalay? Voy, durang bo'pti-ku. Endi nima qilamiz? Qaysi birimiz ozodlikka chiqamiz, ha? Nima qilsa ekan, ha? Menga qara, Tandivoy, bunday qilsa-chi, agar odamlar 100 yil davomida sendagi mehr shafqatli bo'lib qolishgan bo'lsa, sen ozodlikka chiqasan, bordi-yu menga o'xshab yovuzliklaricha qolishgan bo'lsa, unda men ozod bo'laman. Yaxshi. Kelishdik.